Salom do'stlar. Assalomu alaykum hammalarga. Bu suzog'imizni adirlar. Ajoyib adirlar. Hozir yugurib ketyapman. Ajoyib priroda zo'r, kechki payt, salqin. Biz adirlar shunaqa zo'rki, bu yerlarda hali Kafkazli polvonlar chiqadi-yu, ashunga o'xshagan polvonlar chiqish kabi shartlar tuzilgan. Shu adirlarda nag'ruzkasi bilan o'zi shu bokschilar, Kubani bokschilariga o'xshagan Kafkazli dunyoga mashhur polvonlari, MMA'chilari, mashlarga o'xshagan kuchli sportchilar chiqishi mumkin. Shu adirlarda toblanib kuchayish evaziga dunyoga mashhur titrataveradigan jismonan baquvvat sportchi yoshlar chiqadi degan. Bundan keyin ham kelajakda umidim bor. Yoshlikdan orzu qilardim shunaqa trener bo'lib ishlagan paytimda mashinlarda boks bo'yicha, unda karatedan ham trenirovka qildirardim. Hozir endi keyin boks bo'yicha yo'nalishda ushladik va o'zim tabiatdan ikki sportni ham yaxshi ko'raman. Hozir farzandlar boksda Suzodagi Olimpik sport saroyida o'sha trenerlarda, ajoyib trenerlar qo'lida trenirovka qilishadi boks bo'yicha. Azaldan o'sha boks bo'yicha olimpiada chempionlarini chiqaraman degan umidim bo'lardi. O'zim yoshim o'tib qolgan bilan o'sha olimpiada yoshidan, lekin yoshlardan umid bor edi. Inshaalloh kelajakda shu aynan suzog'imizdan birinchi olimpiada sportchilar chiqishligida, boksyorlar chiqishligida shubham yo'q. Do'stlar, mana yugullab mashinga doğru chiqdik. Mana suzog'imizni yuqoridan ko'rinishi. Adirlarimizga yaxshi qaraydigan bo'lsak, endi adirlarimiz ajoyib ko'rinishga ega. Bu yil yomg'ir ko'p yog'di. Hammalarga ma'lum. Kaliforniyadagi, Texasdagi o'sha qir adirlar tog'larni boshlanishiga o'xshaydi. Yoki bir ajoyib kino bor, hamma esida bo'lsa, Zolota Makkeni degan kino bor. Gollivud kinosi ashundagi adirlarga o'xshaydi. Qarasanglar, kovboylar yuradigan. Syomka qilganda ajoyib chiroyli syomka bo'ladi bizda. Lekin oddiy ko'zma qaraganda adirta deb turaligi ajoyibotlarni ko'rish qiyin bo'ladi. Yuqoridan chiqib qarab maza qilasan. Tabiat, adirlik, qandaydir maqsad. Hozirgina u ashi pastda edik, o'sha soyga yaqin yerda yugullab chiqib shu tepalikka chiqdik. Tepalik doim hali tasavvufda, haligi ilohiy kitoblarda tepalik tog'lar va misol maqsadli o'rnida ishlatiladi. Haligi jundi titilib ketgan singari tog'lar uchib yuradi deydi. Shunday bir qiyomat alomatlarini aytadi. U nima degani desa, agar uni qog'ozga chaqsangiz, yozib turib, uni ma'nosini chaqadigan bo'lsangiz, ya'ni hayotdagi egoistik tuban maqsadlar o'z qadr qimmatini yo'qotadi degan. Aslida ma'nosi shunga o'xshash ko'p oyatlarda, ilohiy kitoblarda so'zlar keladi. Shu adirlar maqsadli o'rnida shu masal sifatida ishlatiladi. Ya'ni aql egalari uni o'zlari tafakkur qilishlari uchun deb qayta aytadi. Biz oyatlarni shunday bayon qildik. Tafakkur egalari, aql egalari tafakkur qilsinlar deb aytadi. Mana shu pastlikdan tepalikka qarab chiqdik. Ya'ni maqsad shu tepalikni zabt etish edi. Endi shu tepalikka chiqqanimizda bir qadrsiz narsaga o'xshash, keyingi tepalikni xohlab qoldik. Xuddi shunga o'xshash, har bir maqsad ham o'z qadr qimmatini yo'qotadi. Shu tepalik pastda turganimizda qadrli edi. Shu pastda turganimiz. Endi bo'lsa, bu qadr qimmatini yo'qotdi. Xuddi jundi singari, patti singari titilib ketgan singari qadrsiz narsa bo'lib uchib ketdi bugun hayolimizda ham. Endi biz boshqa narsani istamoqchimiz, yana ham yuqoriroqqa borishlikdi. Shu adirlarga chiqib shunaqa fikrlar, meditatsion jarayonlarni maza qilasan, yana ham Xudoga bo'lgan, Allohning yana bir sifatlariga bo'lgan ishonching yanada
oshib, iymoning yanada bitta sifatiga bo'lgan iymon keltirishing insonni qalbida yana takrorlanadi. Mayli do'stlar, bu Suzoq adirlari edi. Sizlar bilan men Jamshid O'rmonov YouTube kanalimizda, O'rmonov TV kanalida va Jamshid O'rmonov kanallarida kuzating bizni. Instagramda James Bond KG, Suzoq Times va Facebookda James Lightman nomlari bilan podpisatsiya qilsanglar bo'ladi. Biz o'sha yerda bormiz. Ko'rishguncha